Programımızda anlaşılığını qarşı alımız. Bugünkü programımızda yazğıcı Abdurrahim Ötkür'nün öz namlıq tarihi romanının davamını anlatımız. Yaş idik. Uzun səfərgə atlanıb manğandı biz. Endi atqa mingidək bu qaldı ana nəvrimiz. Az idik. Müşkül səfərgə atlanıb çıxqandı biz. Endi çoğun karvan ataldı. Kaldırıp çöllerde iz. Bu ay bu kunlarda ölüm degan nima qarib tugaga o'xshab qoldi. Tova, ona joziga beshig'i sallo o'rab, pariji to'n kiyib olgan tog'dan tulki ishkanligini nereden bilay? Uyg'urlarda Xushnehdan aldaydi. Odamni so'zlagan maqol borligi Petr inelerge ma'lum. Amma da yurtni qo'yib, Ürümchiga chiqmaydigan ish edi. Ofatni tugitib, yurtning omonligini saqlash maqsadida 6 sentabr kuni harbiy sud Tömürni etib tashlashga hukm chiqardi. Saypong to'xtaning ba'zi ishlardan gumonlanib yurgan Safarqul endi ishning tegiga yetib mundaq dedi. İştim bo'lgan qurbonlikqa yaramabdi deb, bu odamning gohi qo'ylarini o'ylasam, yuragimning bir yeri ichishib ketdi. O tehi bizning Husnarxonga ko'z silib yurgidak. Husnarxon yangi kelgan kunlarda o'zlami bu yerga musofir, hit oyam kunlar kiysilar deb bir ko'nglaylik tovar tanglabdi. Husnarxon olmayman desa, qo'liga tutqizib qo'yib, bir nimalarni deb bit etibdi. Husnarxon bu gaplarni shu goxtila bizning mo'mayga aytib ekan. Bizning mo'may bu To'xtaxon qandoq odam? Shaharda necha birdak bolasi bilan xotini turib, shundoq ishlarni qilsa bo'lamdi deb menga arz qildi. Tova, shundoq gaplarmi bormi tehi? Buning qarimi chog'liq. Hammadan Mavi xatki gaplar kishini andishiga soladi. Bir vaqtlarda jahondan qo'rqurdirman, panji kastin, biri mastin, biri xastin, biri bilmas, biri mo'rimastin degan gapni angladim. Jimg'orning tishi qo'ltiqida deb, bu To'xtaxonning mo'rimas qolidek beshini qo'ltiqiga tiqib olib, shuncha ola ishlarni qilib yuribdi emasmi? Hay, qaramamdigan buni joni yomonligini. Ular Saypong to'xta to'g'risida bir oz paranglashgandan keyin Tömür xalpa mayis bir ahongda mundaq deydi. Qo'g'indan ishchidan odig'ini yomon. Men o'z ichimizdan bundaq odamlarning chiqib qilishini xiyolimga keltirmabdi ekanman. Jig'ayondan, bola qarindoshdan degan rost gapgan. Hech nimadan hech nima yo'q mundaq qilsak, boshlagan ishimizni qanday qilib bir boshqa ilib chiqqani bo'ladi. To'xtaxonning sig'isonni o'pil-to'pil etib tashlag'iniga qaraganda, ikkisining orasida xeli gaplar bo'lib o'tgan o'xshaydi. Endi bizning ichimizdami bir samonchi chiqib qolmag'iydi deb qo'rqaman. Mo'bada shundoq bo'lib qolsa, ishimizning tugagini shu. Endi To'xtaxonni qanday qilsak bo'la? To'xtaxon menga dastlab qo'l bergan odamlarning biri edi. Biz ish boshlagandan buyon oziq to'lib tepishga singdirgan ajrimi oz emas. Öyle bolsunmu, Xudoyimdan insof tavfiqni tilsak bo'larmikin? O'g'o, shundoq. Ammo badanga chiqqan kuydirgini og'riydi demay, vaqtida kuydirib atmasa, odamning jiniga zomin bo'ladi. Tömür xalpa burutini tatilab xiyolga cho'mdi. Bir kech kunduz yoqqan simsim yomg'irdan keyin Shalong bulutlar arasından külüp çıkan Hasan Hüsen bilen tağ qırlarının hüsnüge hüsün qo'shilib, tabiat dünyası to'y ketsidagi kelin qizlardek, güzel, sabiy boladek umaq bo'lib ketdi. Qarag'ayliq tog'larning bag'rida yayrab yurgan pada va yilqilar xuddi yeshil maxmalga masht bilan chekilgan gul chechaklarga o'xshash ko'zni qamashtiradi.
qo'y qo'zilarning ma'rashlari bilan toy qulunlarning kishnashlari tog' suvlarining charqirashlariga qo'shilib yiroqdan anglanayotgan ilhom baxsh bir al nag'mani eslatdi. Odamlarmi boshqa dilda tetiklashib qolgandek ko'rinadi. Kunda degudek taraslab etilayotgan ajal o'qlari ichida jiddiylashib, o'zini xuddi piyi tortishib qolgandek his qilib yurgan kishilar bugun ko'ngillarida qandaqdir bir xotirjamlik sezadi. Xeylidan buyon soqol burutlarga ustur tekkizib boqmagan kishilar xuddi oyan kunlarga tayyorlanayotgandek chashlarini tushirib, soqol burutlarini yasashga kirishdi. Qiz-juvonlar uy qiqish, kirqat yuyush, besat tuzash, hatto to'yda kiyadigan usti boshlarini raslashga oldiraydi. O'g'il bolalar to'yda minadigan taylarining g'amida bo'lsa, qizlar chashlarini tarab o'zlarini yasaydi. Ba'zi yigitlar donliq hofiz va sozandalarni chillab kelish uchun yiroq yaqindagi yurtlarga ochib turib ketadi. Qo'rayliq sozanda va hofizlar bo'lsa, g'ijeklarga yangi tarselib, doplarini quritib qo'yishga oldiraydi. Ba'zi sho'x yigitlar Qosim qiziqni gapga silib, ushaylari usulgidek qaqaqlab kulishadi. Temir qalbining inisi Shokir bilan Turpoq o'z xo'ja Ahmadning turpan qo'zg'olonchilaridan akkelgan sovg'a salomlari kishilarni texmi jonlantiribdi. Mo'ydin qalbining turpan qo'zg'olonchilari nomidan yozgan xatida avatilgan qurol-yaroqlar uchun cho'nqur minnatdorlik bildirilgan. Qumul qo'zg'olonchilarining shonli qalbillari qizg'in tabriklanib, "Sizlar bizning va Shinjongdagi barliq izilgan fuqarolarning umid yulduzi bo'lib qoldinglar" deyilgan edi. Temir qalba masjid supsida turib bu xatni o'qib berayotganda kimdir biri Turpanliq og'aylarimiz Kendarimning oqchiqsida to'ngizda qachqinini anglasa, bo'lakchilik xush bo'lib ketar. Angladinglarmi? Shehitlarimizning issiqqonlari bekorga oqmadi. Yalquntog' etaklardimi bizning nomimiz yotlanib, minglagan qarindoshlarimiz bizdan umid kutib o'tibdi. Ilohim, bizga texmi ko'p nusrat ato qilg'ay. Amin. Necha yuzlagan qo'llar tangli ko'tarilib, jilg'ining ichi jaranglab ketdi. Hamma odam temir qalbiga cheksiz muhabbat, kuch va umid nurlari chaqmagan ko'zlari bilan qaraydi. Birer yil burun so'k-so'k otga minib, yurt-yurt kezib yurgan bu qora soqolliq yog'ochchi endi bu kunlarda xalqning ko'z o'ngida ularni bepoyon qorong'u dashtdan yo'riqliq olamiga boshlab ketayotgan xosiyatlik yo'lchi bo'lib qolgan edi. Biroq gulba yerda tikanba, zarba yerda yilonba degandek, uning eng yaqinlaridan bo'lgan kishi boshqacha xayolda edi. U yolg'iz o'zi bir uyda nihoyatda xafa o'tirdi. Uning so'zinchoq kelgan qonsiz yuzi yelilida qo'rilib, qarindosh tutgan barmoqlari titrayotgandek ko'rinadi. U gilam ustida yeyilib yotgan movut ton, chipar qutchapan, ayolchi gullik ro'mol, o'tuk, masa va anraxtlarni sanab, o'ziga yoqqanlardan bir ikkini ayirib oladi-da, qolganlarini daftarga qo'ndiradi. Ayirib olganlarini ayrim tog'orga tiqib olib, pat-patla ishkiga qarab qo'yadi. Bu kishi Saypung To'xti edi. Kitobxonlarga ma'lumki, 2 kun burun shahardan chiqqan elchilar 5 harvada sovg'at qoldirib ketgan. Uning 3 harvidagisi 10 guruch, qand gizak, shom saranga, choy va ko'ktot bo'lib, 2 harvidagi kiyim-kechak, raxt-puchak edi. Shu topda Saypung To'xti boshqa narsalarni bir yoqlik qilib bo'lib, kiyim-kechak va raxt-puchaklarni xazinaga kirgizish oldida tizimlash ishi bilan mashg'ul edi. Xazina deganimiz Saypung To'xti o'ltirgan uyning ichkarisidagi bir cho'ng uy bo'lib, bu uyni Saypung To'xtining o'zi shundoq deb atab olgan edi. Darvaqa qo'zg'olonchi qo'shinning ba'zi zapas boyliqlari, masalan, u yer bu yerdan kelgan sovg'atlar, qo'zg'olon vaqtida shaharga qochib ketgan do'rg'ilardan musodir qilingan bo'g'i bo'ykan mungizlari,
tulki bo'ri terilari qatorliq narsalar shu uyda turadi. Bu xazina va omborlarning hammasi qo'zg'alon boshlangan kunlarda temir xalbilar qarorgoh qilgan hiliqi bog'liq o'ylig'i joylashgan edi. Jang kunlari qarorgoh oldingi sapga yo'tkilib ketgachga, Saypon to'xti bir necha yaqinlar bilan shu ho'ylida turadi va bu ho'ylidagi boyliqlarning hammasini shular boshqaradi. Saypon to'xti qo'lidagi qarindoshning ushlanmagan beshini tishlab o'ltirib xiyolga cho'mdi. Uning xiyolicha burun tushida ayon bo'lib kelgan g'oyib xazina hozir o'ngidagi ish bo'lib qoldi. 500 yilqa 200 to'ga bir necha qo'tan qo'y va boshqa qoldi qutilar az gap emas. Bundan keyin texmi ko'payish imkoniyati bor. Ammo temir xalpa hayot bo'ladi ekan. Bu boyliqdan nim foyda? Buni uning ko'zicha qanday qilib o'zimning qilib olg'ili bo'ladi? Yaxshi, temir jangda yurganda bir tal o'q tekkan bo'lsa, ish o'ndan kelgan bo'ladi. O chaqda Qomul bilan Pashshahar o'zimga qolsin. 12 tog'ni biz so'rayli desa, Shamaqst qo'mo qiyrigalig'i pichoq surgigandek xushaqatida. Shuning bilan men 12 tog'qa bosh bo'lib qolatdim. Qari bosiq Batur bilan Qorsqida ilibni sunuqimi yo'qdir qari turk. Qayan boshlasa shu yonmangdi. Eli Palgan o'zini to'xtatgan, tajribali odam bo'lgan bilan qo'ydak yavash kishi. O, hech qachon gap talashib turmaydi. Omonqul bilan G'o'janiyaz Palganlar har qancha qaram Batur bo'lsa-mu, texi yosh. Ularni gapga kirgizmak oson. Aldimaqqa bala yaxshi, Xudo ursin qaq boshni deb. Hammadan gap yemaydig'ini safar qil. Lekin nimalar qilgan bilan u beli mukchiyib, ko'zlari xiralishib qolgan kishi. Uning mukari chaqliq. Ammo temir degan bir nima hozir ishni cho'ngaytib tashladi. O'rimchi janjonlarning mohchig'i tegib qo'ydi. 2 kun burun Qumul Ambal Yamuldan chiqqan elchilarga qattiq talab qo'yib, ishni texmi bozdi. Hey, endi qanday qilish kerak? Hay temir. Seni ko'zdan yo'qitib etmagicha ish bitmaydigan o'xshaydi. Heliqi yosh imomning umri qisqa kelib qoldi-da. Hay. Saypon to'xtining xayoli shu yerga yetganda, uning tishlari g'ichirlab qarindoshni sundirib o'tdi. U o'ngdisiga yetib bilib, yana xayolga cho'mdi. Uning ko'ziga birdilla husnar ham ko'rinib ketgandek bo'ldi-da. Voy izzat. Bu jugonmo qo'ldan ketib qoldi. Aqli hushi bo'lmasa, guldek jugon ishqi yaloqdab, uning zengi mo'rin qozonga o'xshaydigan qari bo'lsoqqa ko'ngli tushib qolganini qaramamdigan. Tova deb pichirladi. Shu arada xuddi yutirib qo'ygan bir nimasini tepib olgandek o'rnidan dast turib o'z-o'ziga so'zlashga boshladi. Hey, tozma hamoqatganman. Chivindak jinim bilan temirni o'zim yolg'iz nima qila olaydim? Qari bosiqni yenimga tassam bo'lmamdi. Menda nima ketadi? Pul bo'lsa, jangalda sho'rpa. Yigit beshim omon bo'lsa, shaharda mening yorimda tikan. 12 tog'da bosh bo'lsam, mundaq o'z narxallardan ko'rmay depilmamdi. Qari bosiqni o'zimga egilib olsam, ishning bitgani shu. Temirni qiziqida so'q degan shu. Shu so'zlardan keyin u oldida turgan kiyim-kechak va raxt puchaklardan bir bo'g'chi rastladi. Andin eshikni quluplab ho'ylidan chiqib ketdi. Nazar va to'y marikasiga deb yiroq yaqindan chaqirganlar bilan yerliklar qo'shilib qo'rayning ichi odam dengiziga aylandi. Tam uylar yetishmay, tuzliqliklarga tikilgan kigiz uylar yiroqdan qaraganda oqirib ko'ringan gumbazlarga o'xshab ketadi. Tong yetish bilan jilg'ining ichi jonlanib ketdi. Top kishilar shahidlar qabristonligini yo'qlab keldi. Endi bu yerdagi qabrlar 40-50 ga yetib qolgan edi. Sharqirab eqiyotgan eqin bo'yidagi qalin terakliklar ichida bo'lsa, qo'llariga yo'g'on pichoqlarni tutgan kishilar bugungi nazarga atalgan 9 to'rpaq, 9 toy,
9 erkek 9 sarkini so'yishga kirishdi. Tashqazon o'choqlaridan chiqayotgan ko'kich islar havoda laylab, bulut parchalaridek o'zib yuradi. Uşaq balalar o'choq boshlari atrofida qushqashdek churuldishib o'ynaydi. Qozinim qo'ynaydi, opam menga bermaydi. Qozon degish, tovoq tutish, mushkim uni moraydi. Bo'stonliqlarda so'rin tuzib o'ltirgan qarilar Qur'on tilovat qilishga boshlash bilan bolalarni tinchib, cho'nglarning yollariga bo'taloqdek cho'kishdi. Dasturxon yig'iladigan chaqda shehidlarning bola chaqalari bilan urug' tuqqanlarining qorliqini sundirish uchun har kimga o'z loyiqida biror kiyimlikdan raxt, to'ppa, ko'nglaklar qo'yildi. Ay qizga bo'lsa, beshidan oyg'igacha sarpay berildi. Bu narsalarning hammasi qo'zg'olonchilarning xazinasidan chiqqan edi. Saypong to'xti bunog'imi tarliq qilib bir chatda do'msiyib o'ltiradi. Elib olgan bir nimani sezganda qilib uningdan: "Mijozlar yo'qmi nima?" Saypong to'xti buni g'animat fursat deb o'ylab, elib olganning to'mirini tutib boqmoqchi bo'ldi. "Hey, shunchalik sehri qilamdi deyman. Men ko'pning foydasi uchun mol yig'ib avara. Xalpam uni chichib avara. O'zi tartib topmagan mol bo'lgan ekan, xalpamning yeni og'rimaydi-da. Shunaqa emasmi? Undaq gaplarni qilmasizlar, To'xtaxon. Bu ota-bobomizdan kelayotgan qoidiyo'sin-ku. Buni xalpam o'zi uchun qilyapti. Hey, o'zlar tozimi sodda odamda. Buni xalpam o'zi uchun qilmay kim uchun qilibdi, ha? Buning bilan o'zi texmi yuz topmoqchi. Ma'lu xalqning xalpamni maqtab ko'kib uchirganini anglamadilarmi? O'zlar bilan meni kim og'ziga ilib qo'ydi? Raqpichaklarni o'zlar ulashtirdilar-ku. O'zlarimmi rozi bo'lgan do'za. Qora qushning bir beshi, ikki qanoti, ikki puti bo'ladi. Ikki qanot tang silkinmasa qush ucha olmaydi. Ikki puti tang harakat qilmasa, u tulkini ola olmaydi. Shunday emasmi? Xalpamni o'zimiz bosh qilib ko'tirdik. Endi birimiz undoq, birimiz mundoq deb yursak, boshlagan ishimizni qanday qilib bir boshqa chiqib bo'lsin? Saypong to'xti elib olganning qiltoqqa tushmaydiganligini sezgach: to'g'ri. Aytqanlari haq gap. Men xalpamga hammadan burun qo'l bergan odam. Bundan keyinmi gadamga go'pa qilaman. Elib olgan uning bu gaplaridan rozi bo'lib kulib qo'ydi. Kashqorin to'y boshlandi. U chaqlarda otidan balig'i miras bo'lib kelayotgan qoida yo'sin bo'yicha Qumul Uyg'urlarining to'y ishlari mundoq o'tkaziladi. O'tirhal oilalar orasida ikki taraf ma'qullashgandan keyin o'g'il taraf to'yliq uchun 9 kiyimlik raxt, 9 tuyoq qo'y, 9 ko'ri bug'doy, 9 jing guruch, 9 jing yog', 9 shira meva-cheva va yetarlik o'tin, ko'mir, choy tuz qatorliq narsalarni horvalarga selib, qiz tarafga dog'dug'i bilan opirib beradi. To'yning birinchi kuni har ikki tarafning mehmonlari qiz tarafning uyiga chaqiriladi. Bu bosh to'y deb ataladi. Shu kuni sulton yigit o'zining qo'ldoshlari bilan nikohga keladi. Qizning mahallasidagi yigitlar qiz ko'rki qilamiz deb darvozani temir horvining choqi bilan to'sib oladi. Yigit tarafdan kelganlar shu choqni kuchab elishi lozim edi. Ololmasa, qiz tarafdagi yigitlar ololmaganlar deb cho'qan ko'tirib, ularni masxir qiladi. Shunga odatda yigit tarafdan mu xeyli sonda odam keladi. Nikohdan keyin bu choqni yigit taraf akitib, org'onchi bilan egiz sarax beshiga esib qo'yadi. Bir qancha kundan keyin qiz taraf kelib qaytirib ketadi. Nikoh asosiy mehmonlar joylashgan uyda ko'pchilik jamoat oldida o'qiladi. Nikoh o'qiladigan chaqda sulton yigit 4-5 hamrohi bilan shu uyga kiradi. Nikohdan keyin qiz taraf yigitga bir qur kiyim yoki kiyimlik raxt qo'yadi. Bu kuyulik deb ataladi. Yigitlar nikohdan qaytgandan keyin ularni sulton tuqqanlari yoki og'inlardan biri o'z uyida ayrim o'ltirg'izib beradi. Bu chat tushirgi deb ataladi.
Yigitlar kun bo'yi o'yin tomosha qilib o'tirish oyoqlashganda uy egasi sulton yigitga bir quri kiyim kiydiradi yoki bir kiyimlik raxt qo'yadi. Kech kirganda to'y mashribi boshlanadi. Ammo mashrib boshlashdan burun poshshabekka bir kiyimlik raxt, bir qo'y va bir muncha meva-cheva taqdim qilish shart edi. Bu poshshablik deb ataladi. Agar poshshablik berilmasa, poshshabek ularning yarim kechagacha mashrab o'ynashiga ruxsat qilmay, xuftandan keyinla hammalarni tarqitib etadi. O'nimag'allarning kiyim-kechaklarini soltirib oladi-da, atsi har biriga 5 shingdan bug'doy jarimani silib, ondan qaytirib beradi. Shu kuni oqshimi yigit tarafdan 10 necha ayol bilan 10 necha er kishi ko'chirib kelish uchun qiz tarafga 9 qitim ta'zimga boradi. 9-qitim ta'zimdan keyinla qizni Harva yoki Mabi bilan ko'chirib mangdi. Qizning mahallasidagi yigitlar bir qancha joyda arg'amchi tutib yo'l to'saydi. Yigit taraf 9 g'irish keladigan bir erkak qo'y bergandan keyinla ondan yo'lni yechib beradi. Bu erkak qo'yni yo'l to'sigan yigitlar o'zlari so'yib yeydi. Qiz ko'chirib kelingandan keyin yigitlar uni oq kiyizga o'tirg'izib, 3 yerga yiqilgan o'tning ustidan 9 qitim cho'rkilatib, ondan hujraga akirishadi. To'yning 2-chi kuni yigit taraf qizning oilasini va o'zining urug' tuqqan ahli mahallasini to'yga chaqirdi. Bu 100 oshqo deb ataladi. Bu kuni qiz taraf to'yga so'yilgan qo'ylarning o'pkisidan 2ni qo'yib, issiq beti akiladi. Arliq yiroq bo'lib so'vib qolgan bo'lsa, qaytadan isitib, qiz bilan yigitning beshini juplab, uning o'rig'i tutadi. Buningdagi maqsad bu 2 yoshning umrlik bo'lib ketishini tilash edi. Er mehmonlar yongandan keyin yuziga purkanchi silingan qizni ayol mehmonlarning qishig'i elib chiqadi. Qizning onasi o'z qizini, o'g'ilning onasi mo o'z o'g'lini ta'riflab beyt aytishadi. Qiz tarafdan aytiladigan beytlar mundaq edi. Akkana yog'liq ichida bir tugun gul saqladim. Gulni elib beshimga toj qilib chanchidim. Al xaloyiq to'li keldi, hech kishiga boqmadim, shuncha haqlar orasidan o'z siriga saqladim. Bola qilsala oydakkina, bo'yi qirchin toldakkina, kishi ko'rsa guldakkina, xizmat qilar erdakkina. O'g'il tarafdan ko'pincha mundaq beytlar aytiladi. Bizmi o'g'il cho'ng qildik, mulla olim, jinim balam to'lin oyim, kech kunduz tilividoq, endi berdi xudoyim. Bozorlardan ot oldik, sag'risi ala, yuqori malidan qiz oldik, oltindek bala. Biri lanxar, biri mehar, qamlashib qolar, qachorining yelmadek yepishib qolar. Shuningdan keyin xolislardan biri mundaq beyt aytadi. Tog'dan chiqdi tosh biliq, suvdan chiqdi oy biliq. Nadan chiqdi bu loyiq, bir-biriga xo'playiq, hayron qolg'ay xaloyiq. Ondan yangi ayollar qizg'in kulga va o'yin chaqchaqlari ichida qizning yuzidan purkanchini oladi-da, shuning bilan qizning yuzi echilgan bo'ladi. Shu chaqda yigit oilasi qizga yana kiyim-kechak yoki kiyimlik raxt va zubi sunnatlarni taqdim qiladi. Cho'ng yoshli ayollardan bir ikkisi o'rinlaridan turib, to'yni muboraklab beyt aytadi. Qolganlarmi har bir misraning oxiridagi so'zlarni tang takrorlashib beradi. Atigan qo'par bo'lg'ay, to'nglik achar bo'lg'ay. 9 o'g'illik bir qizlik bo'lg'ay, qo'tanda qo'yliq bo'lg'ay, ig'ilda kaliliq bo'lg'ay. Uchi uzarg'ay, tuvi yeyilg'ay, quduqqa tosh tushgandak bo'lg'ay, qachori yelimadak yepishqay, xudoyim marak qilg'ay. To'yning 3-chi kuni qiz taraf yigit tarafni va o'zining tuqqanlarini choyga aytadi. Bu chillashqo deb ataladi. To'yning 9-chi kuni qiz taraf yigit bilan uning ota-onasini choyga aytadi. Buningdagi maqsad kuy o'g'il va qudilar bilan obdanroq tonish edi.
Temir xalpi bosh bo'lgan bugungi to'yda yuqoridagi qoida yo'sinlarni to'liq bajo keltirishning o'rni qolmagan edi. Chunki Omonqul bilan Oyqizning nikohi bir qancha oylar burun o'qilib bo'lgan. Qari Bo'siq bilan Husnarxonning to'yi bo'lsa, qiz to'yi emas, ya'ni Jugam to'yi edi. Shuning uchun Temir xalpa Qari Bo'siq bilan Husnarxonning nikohini o'qib bo'libla mashrab boshlashni jakarladi. Hey, Bo'siq akamning chash tushirgisini qilmaymizmi? Deb chaqchaq boshladi Qosim qiziq. Hammalar kulishib atrofga to'plandi. Ustiran o'tamdi, dedi To'rpaq o'z xo'ja Ahmad. Ustiran o'tmasa, Hoshir tejini so'yishga bilab qo'ygan pichiqim bor. Shamaq spog'nichi, oningga pichiqim o'tamdi, dedi Ili Palkan. Hey, oningga qandoq pichoq o'tadi? Uni jangallikda qo'g'lab yurib atmasa o'lamdi. Voy, uni sen yavu cho'chqaga o'xshatib qo'yding-ku. Amscha, yavu cho'chqa bo'lgandimi, terisi toz qiyilishib ketgan qiri qavan desalar? Undaq bo'lsa, uni Xo'janiyaz polganasi bo'lg'idek, dedi Omonqul. Xo'janiyaz polganqa qo'yib pasak, kendarini atqandek beshiga atmay ko'ziga itib, qismoq ishanda qilib qo'yamikin, ha? Bo'ldi. Endi chaqchaqni qo'yib, mashrabni boshlaylik, dedi Temir xalpa o'zini kulkidan to'xtatib. Shuning bilan hammalar mashrabga minishdi. Omonqul oy qizni mashrabga boshlab chiqish uchun uyga kirganda, Ravixon mo'may to'yga atab o'z qo'li bilan zarbesib tikkan do'ppani uningga kuydirib atdi. Mo'may o'g'lini ko'rish bilan, "Qarichi balam, kelin ayga bu do'ppi yarishibdimi?" Ha, gul ustiga gul bo'pti. Ha, qachon kelin ayni qishqirg'ili kelgansan? Qarang'i tushib qolguncha agal hujranglarni ko'rib chiqinglar. Ay qiz xuddi shu gapni kutib turgandek Omonqulni xush tabassum bilan darhol hujraga boshladi. Ho'ylining eng chizidagi chaqqangina bir eg'iz uy ularning hujrasi qilingan edi. Omonqul bu uyni o'z qo'li bilan sipab, eriqtab, eshik panjiralarini tuzashtirgan bo'lsa-mu, besat silingandan keyin ko'rib beqishga fursat topolmagan edi. Tekimat kigiz silingan pakar supa. Supaning to'rt tarafidagi yog'och qatqa tortilgan gullik chimildiq. Oddiy bo'lsa-mu, ratlik qilib o'yiqlarga tizilgan yotgan ko'rpa va ikki yeniga kashti chekilgan uzunchaq saman yostiqlar. Tamdi esiqliq turgan bir jup popuklik lo'nga bu hujurni xilili ko'rkam qilib qo'ygan edi. Omonqul hujraga ko'z yugurtib hayron bo'lib turganda, "Avi chimildiq sizga yoqdimi?" dedi oy qiz uning po'tisini tuzashtirib. Xuddi o'zlardekli chiroyliq, mehri issiqkan, dedi Omonqul oy qizning sumbul sochlarini silab. Ular xuddi uzoq yillar hijr taraqdardini tortib, tasaddibiy uchirishib qolgan oshiq mashqlardek bir-biriga shundoq yiris bilan qarshib turadiki, agar ansari talada turib, "Ha, qani chiqmamsizlar?" demagan bo'lsa, mashrabni unutib qolgan bo'lar edi. Mashrab o'ynaydiganlar ko'p bo'lg'achqa, bir necha uyda so'rin to'zildi. Safarqul bilan Ravixon mo'may bolalar tortinib qolmag'ay deb mashrabga kirmadi. Temir xalpa o'z hamrohlari bilan hammadan cho'ng uyga o'rinlashdi. Mo'ri beshidagi qo'sh pelkilik yo'g'on qari chiroq uyni g'uva yo'rtib turadi. Tur va yam tomlarga yoqilib qo'yilgan bir xil egizlikdagi kangshiralariga o'zim, qaq, yangoq va qari g'ozir chechib qo'yilgan edi. Bir tarafda erlar, yana bir tarafda xotin qizlar yuzma-yuz qarshib o'tiradi. Temir xalpa o'z hamrohlari bilan to'rdan o'rin olgan edi. Husnarxon bilan oy qizmi o'z juplarining yeniga o'ltirg'izildi. Paygoq tarafdagi uzun o'rindiqlarga g'ijakchi Mirul aka bilan 4 topchi ayol joylashdi. G'ijakchi Mirul aka g'ijakning kamonchisini qo'sh targ'a surkab, dur muqomini boshlash bilan uyning ichi jimliqqa cho'mdi. G'ijak tarlari titrigan siri kishilarning yurak tarlarimi titrab, xiyol qushlari allaqayoqlarda parvoz qilishga boshladi.
Mirul aka dur muqamining birinchi beytidan keyin Yurdim, olamni kezdim, so'radim borchidi g'amba. G'amsiz kishi bu olamda yaratgan Xudoyim bor. degan misralarni aytib bo'lish bilan 4 ayol hofiz doplarni chekib uningga qo'shildi. Qolgan naqshalarni hofizlarning o'zi aytishga boshladi. Arqa-arqadan yetkilayotgan padilarga agishib, kishilarning kayfiyatimi paydin-pay o'zgarib, muqamning mashribi boshlanish bilan yigitlar qimirlashib qoldi. Qasim qiziq ikki piyola o'tirsig'i bir tol sham yiqilgan patnisni qo'lida tutgan peti o'tirg'i tushib, tong saharning salkin shamolidek siliq qadamlar bilan so'rinni bir aylanib chiqib, yosh bir juvonning oldida to'xtadi. Yang va etaklariga gul chekilgan o'ri yoqiliq pashmat kiygan juvon o'rnidan turib ta'zim bajo keltirgach, qo'lini qovushtirib, tabassum bilan yerga qarab turadi. Pot soldim o'zlarga, qarab qo'ysalar bizlarga. Gulli bo'lsa gul emas, gulning qiti bo'lmasa, pot solsa hisobmi, qo'shma beyti bo'lmasa. Allah dedim Allah, qanda qilaman ballah. Kökkine kepter emasman, kunda kelgili. Ayda yılda bir kilaman, ay yüzünü körgili. Ay yüzünün şolisi, kiştikine piyalemge. Rahmetiniz kelmeydiken, biz girip biçarege. Andın yılıqı juvan Qasim qiziqi yana bir ta'zim qilib, patnusdagi piyolaning birini qo'liga oldi. İkincisini Qasim qiziq elib, ishkaylan tangli bir yutumdan choy ichgandan keyin patnus juvanning qo'liga o'tdi. U mo Qasim qiziq qilgandek so'rinni bir aylanib chiqib, ansarining oldida to'xtadi. Ansar mo boyaqi tartib bo'yicha juvanni beyt aytishga qistab turib oldi. Juvan munu beytni aytdi. Çimen deyla, çimenning bulbuli deyla. İşikten tolğunub çıksam, yeni bağning gülü deyla. Yeni bağning gülleri, ögzilleride tursun, mening çay tutqunum, köngüllərdə tursun. Muşu tartibda Patnus bilan choy tutib, beyt aytish birdan davom qilgandan keyin, Patnusning o'rniga qo'lyog'liqni o'rim shaklida tugib, pot selish boshlandi. Buning bilan tangla usulmi boshlanib ketdi. Sho'x padilarga o'rilayotgan doplarning quvvat baxsh ritmlari bilan ayol hofizlarning yangroq ovozlari qo'shilib, ko'ngillarni shundoq ko'tiribatdiki, o'ltirganlarning gavdasimi usulchi qiz yigitlarning har bir harakatiga agishib, tangli qimirlaydi. Kishilar o'zini qora chirog' yiqilgan uyda emas, cho'chaklarda etilgan bog'i haramlardagi hur g'ilmonlar bazmisida o'tirgandek his qiladi. Buvay mo'maylarning yoshlik bahori qaytib kelgandek, chiroyli guldek echilib ketdi. Tunning yerimi tugab, bosh to'xi chillayotganini hech kim sezmadi. İnson dunyoga kelgandan keyin hamisha shundoq xushal-xuram o'tadigan bo'lsa-mu koshki. Har kim o'z pishonsidan to'kkan targa tushliq oshnini tepib yeysa, birini biri ani tepib bo'yniga minib oldigan ishlar bo'lmasa, hammamiz odam bilan Havvoning bolalari bo'lgandan keyin bir-birimizning qinini to'kishmay, qarindosh bo'lib o'tsak, nima degan obdan ish bo'ladi. Ammo Van bilan Hoshir tajiladagi odamlar tirikli bo'lgan bo'lsa, herkes undoq bo'lmaydi, deb o'ylaydi Temir xalpa. Atsin chashqoq bilan ot beygisi boshlandi. Uzib kelgan otlarning beshiga qizil shalpardek tugilgan to'rlar bog'landi. Paygiga tushgan bolalarning oldiga bir ko'nglik tamballiq oq surib, keyniga bir po'tiliqdan qora satin berildi. Paygidan keyin chelish boshlandi. Chelishda yengillarga qizil shalpar bog'lab, bir kiyimlikdan yiproq tortib qilindi. Chelishdan keyin qarg'a etish boshlandi. Necha o'nlagan yigitlar goh ot ustida chepib ketib o'tib, goh o'ri turib, goh yetib o'z mahoratlarini ko'rsatdi. Qora bo'suq osmon palak kuchib yurgan yolg'iz sani bir o'q bilan yerga tushirdi. Aman qo'l bir tuxumni akilib, Qosim qiziqni tutqizsa-da, 100 qadam neri berib, olqiningni tutib ba. Ya bo'lmasa, to'xtata olsang, cho'qonga qo'y. Qosim qiziq hammalarga bir qo'r qarab chiqib, "Hey,
Mubada qo'limni uzivasa, cho'loqgan deb qizlar tegmay yurmisin yana. Yaxshi, beshimga qo'yib beray. Menam chechilib ketsa, terib olasizlar. deb hammani kuldirib-atdi. Ondan do'ppisini qatlab tuxumni beshiga qo'ydi. Aman qo'l qarg'a olganda Qosim qiziq, "Hey, to'xta, ko'zimni yumib olay" deb hammani yana kuldirib-atdi. Aman qo'l miltiqning takkisini besish bilan Qosim qiziqning beshidagi tuxum ko'zdan g'oyib bo'ldi. Endi Emin Niyoz Polgonning o'g'li, Taratiliq Xo'ja Niyoz Polgonning hunurini ko'rayli, dedi Nurul buvay osiga tayinib turib. Qani, marhamat. Xo'ja Niyoz Polgon, "Men nima qilib bersam bo'larkan?" dedi-da miltiqiga 5 tal o'q bosdi. Ondan Saypong to'xtiga qarab, "Yarmoqlari bormi?" Saypong to'xti yanchuqidan yarim sar tangachilik keladigan bir tal cho'ng yarmoq chiqarib berdi. Xo'ja Niyoz Polgon taxminan 100 qadam neridagi terakning yiniga berib, pichoq bilan yarmoqni uning postiga o'yib chapladi-da, ondan etishga boshladi. 5 tal o'qning hammasi orqa-orqadan yarmoqning to'shikidan o'tib, terakka mixtaq qotilib qoldi. Uning bu mahorati hammalarni hayron qoldirdi. "Hoş sharaf, ukam, hoş sharaf. Kendarindan yana bir kelsa, bu do'ram onun 10 ko'zni chinab at. Bejandagi zontog'i berib eysin." Kechqurun marika oyoqlashgan bo'lsa-mu, ushaq bolalar texichilar qiya-chiya qilishib o'ynab yuradi. Bu 2 kunlik marika amaliyotda dog'dug'liq to'yla emas, qo'zg'alon jarayonidagi shonli qalblarni tabriklash murosimi bo'lib qolgan edi. Lekin hech kim bu to'g'riliq 2 ig'iz so'z qilmadi. Shu oqshimi Saypong to'xti bir karavot kilimini qo'ltiqlab qora bo'sqining uyiga kirib keldi. Husnarxon uni qaymoq choy bilan mehmon qildi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Abdurahim O'tkirning o'z nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Bizning xalqim qiziq odamda. Eliqi Xo'ja Niyoz degan cho'riq cho'ngni maqtab, 7 qat osmonga chiqarib atdi. Men bu Chanto degan xalqning mijozini obdan bilib qoldim. Bizning ko'la tarix kitoblarimizda aytilgan Xuygo, ya'ni Uyg'ur degan xalq shu. Ularni o'z kishilarining qo'li bilan bostirganda bir chalmada 2 paxtak so'qsa, ya'ni o'lguchimi, o'ltirguchimi shularning o'zi bo'ladi. Bugungi programmamizning diktorlari Dilnigar Hasan, Salihjon Ro'zihoji, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdursul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'opur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.